G'ijduvon tumanining Karna mahallasi Ko'mirjon qishlog'idagi ushbu tarixiy bino o'tgan asrning 20-30 yillargacha qishloq masjidi sifatida foydalanib kelingan. Afsuski, sobiq Sovet tuzumi davrida ko'plab tarixiy obidalar singari masjid ham boshqa maishiy maqsadlarda foydalanilgan, unga jiddiy zarar yetkazilgan. Xo'jayjon madrasasi 1483-yilda qurib bitkazilgan. Bu masjidni ham qurgan Xo'jayjon masjidlarini, tosh hammomlarni qurgan bitta ustani uslubi. O'zim bu yerlarda ishlab remontini qilganman. Ana shu paytlarda bo'lgan, lekin boshqa biror joyda arxiv nimalarda bu ro'yxatga olinmagan. Taxminan endi o'sha ustani ishlariga qarab, o'sha 15-asrlar bo'lsa kerak degan xulosa. Shu. O'sha paytda qurilgan. Otaxonlardan eshitishimiz bo'yicha 80 ga 100 ga kirgan bolalar bilan hangama qilgan vaqtimizda yana mana shu o'zimizni qishloqdan Haqnazarbog' degan kishi muazzin bo'lganlar beradi. Bir necha yil azon aytganlar. Ko'ristondan domla bo'lgan. Imom xatib bo'lgan. Bu yerda namoz jumaxonlik o'qilgan, 5 vaqt namoz o'qilgan. Bu yer ana shunday masjid bo'lgan. Mana shu kishidan men so'radim. Men aytdim, shuni tarixini biron joydan yozib qoldirganingiz yo'qmi? Kitoblaringizga yo bir nimangizga deb. O'shanda buni aqllar kallam ishlamagan ekan bacham deb Nazarboyev aytdilar buni. Bu yerda solnomasi bordi biz yoshlik vaqtimizda. Ana shu qibla tomonda merob tepasiga yopishilgandi, tilloq suvi yugurtirilgan, yozuv bo'lgan, shuni yirtib olib ketgan ekan. Qishloq odamlari bu tarixiy binoni hashar yo'li bilan bir necha marotaba ta'mirlashgan. Uning bugungacha yetib kelgani ham qishloqdoshlarning sa'y-harakati mahsuli. Bu 76-yilgacha shulka bo'lib turdi. 76-yillardan keyin kelib, uni shulkalarni olib, mana ana yerda alaviyonlar joylarni ko'mib, taylarni g'ish-pash qilib, buzilmasin, kelajak avlodga qoldirilsin degan maqsadda qishloq birlashib, ana quyi tomonlarni nima qilib, remont qilib ishlarini rashvkalar qilib, rashvka ishlatib, kelajak avlodga qoldirishga harakat qildik. Mana endi shunday bir avariya holatga kelib turibdi. Shundan davlatimizdan agar imkoniyati bo'lsa, bir yordam qilib, mana shu restavratsiya qilib berishlarini, yo bir yangidan qurib berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Xalq nomidan, qishloq nomidan. Qishloqning keksalari xalqimiz tarixining bir bo'lagi bo'lgan qadimiy masjidni asrab qolish, unga yangi hayot bag'ishlash maqsadida bir necha urinishlar qilishdi. Biroq madaniy merosda hisobda yo'q bu narsa. O'shani borib madaniy merosga 2 marta murojaat qildim arza bilan. Ular birinchi marta kelib ko'rdi, keyin ekspertlarni chaqiramiz dedilar. Ekspertlar kelib ko'rgandan keyin, undan keyin ular javob berdi menga. Xo'sh, bu masjid haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Biz ham uni madaniy meros hisobiga kirita olmaymiz deb shunaqa xat qilib javob qaytardilar. Tarixiy obidaning davlat muhofazasiga olinmagani, uning joylashuvi xaritaga kiritilmagani qaysidir ma'noda Sovet tizimining o'tmishimizni yo'q qilishga bo'lgan urinishlari oqibatidir. Biroq bugun o'zligimizni tiklash yo'lida olib borilayotgan harakatlar olis qishloqda saqlanib qolgan madaniy boyligimizni qayta tiklashni taqozo qiladi.